Ассаламу алейкум, қалайсыздар? Астанадан сөйлеп тұрмын, біреу білсе, біреу білмес. Осыдан бірер күн бұрын Ташкент қаласына арнайы барып, Олимпиада чемпиондарымен кездесіп, эксклюзивті сұхбаттар сериясын жазған болатынмын. Бірнеше күн бұрын бас бапкер Толқын Қылышевтің сұхбаты жарық көрді, ал енді бүгін назарларыңызға Бахадүр Жалолов пен Асатқожа Муниходжаевтың сұхбатын, яғни әңгімесін ұсынғым келеді. Одан кейін өз кезегімен Хасанбой Досматов бар, Әбдімәлік Халуков бар және Исраил Мадриев бар, соның барлығын сіздерге көрсетеміз. Енді осы видеоларды көргеннен кейін пікір қалдырыңыз, бөлісіңіз және каналыма жазылыңыз. Бұның барлығы мен үшін өте маңызды. Ендеше уақыттарыңызды алмай сол сұхбаттарды сіздің назарға ұсынайын. Кеттік, бастайық. Бахадүр, Париж Олимпиадасынан кейін көріп тұрмыз, сен өте қуаныштымыз. Екі дүркін Олимпиада чемпионы тарихта болмаған, вообще әлем тарихында болмаған. Біз Парижде де болдық, бірақ көргеніміз осы, құттықтаймыз. Екі дүркін Олимпиада чемпионы болған өмір қалай екен, жалпы өзгерді ма, әлде сол қалып ма барлығы? İnşallah еш нәрсе өзгергені жоқ. Құдайға шүкір, бірінші орында inson bo'lish kerak. 10 marta Olimpiya chempioni bo'lmaysiz, inson bo'lmasangiz hech kim sizni hurmat qilmaydi. Birinchi o'rinda yaxshi inson bo'lish kerak, keyin sizni hurmat qiladi. Барлығы біз Қазақстаннан келгеннен кейін Қамшыбекпен кездесуді күтті. Оған бір бөлек тактика жоспар болып еді, әлде дайындық бәрі бір қалыпты ма сізде? Yo'q, men endi bitta Qamshibekka nastroy etmayman-ku, u ham shunday boshqa bokschilar ham chempion bo'laman, yutaman deb kelgan, o'shaning uchun faqat Qamshibekka nastroy etmadim. Lekin finalda jang bo'ladi deb turgandim, chunki lekin Allohdan hammasi, Alloh unga buyurmadi, inshaalloh keyingi safarga buyursin. Qamshibekdan boshqa kimni ko'rasiz qarshilasi ретінде Қазақстанда? Бар ма ондай боксшы? Men Qamshibekni taniyman, boshqa bokschilar bilan, bir ikkita bokschilar bilan sparing etganman, ismlarini to'shna bilmayman, ismligi yaxshi bokschilar bor Qozog'istonda. Одан кейін сіздер Жахангер өсіп келатыр, қазір. Ізіңді басып айтып берсең, өздерің қарым-қатынасын қалай, оның бабы қалай? Jahangir o'zimiz ukamiz, o'zimiz yoshligidan shu trenirovkalarda ishlab ancha narsani o'rgatganmiz. Xudo xolasa undan umidimiz katta. Inshaalloh u ham yaxshi natija ko'rsatishi kerak. Olimpiadadan keyin birden kәсіпқой боксқа ауыстым деп жарияладыңыз. 3 дүркін Олимпиада чемпионы болды деген ой жоқ па? Yo'q, men shu finalga chiqishimdan oldin, o'sha finalda o'tgandan keyin bo'ldi, yig'ishtiraman deb. Профессиональный бокстан мақсаттар қандай? Кімдермен кездескіңіз келеді? Өз салмағыңызда қандай, мысалы, алдағы 1 жыл, алдағы 5 жылда жоспарлар? Xudo xolasa, Alloh nasibni ko'ramiz endi. Qaysi to'g'ri kelsa, endi baribir chempionlikka pretendent bo'lish uchun yutish kerak. Soperniklarni inshaalloh berishsa, sekin tushamiz. Bahodir keladi Chirchiqqa futbolga topshirishga keladi. Futbol yopiq bo'ladi. Dadasi o'zi spesialniy futbol deb keladi. Futbolda yopiqni o'tkazib boksga beradi-da. Bu paytda takoy paytlarida засвоиш nima edi, kontraktni o'qishlar bor edi, pitaniya prajvaniya yo'q, ko'chada joy top, o'zingga ye. Bahodirni kontraktga kirgizadi. Bahodir har uzun bola. Menda shu возраст meni qo'limga keladi. Menga trenerlar sen shu возрастga qaraysan deydi. Shu bilan qarayman, u ko'chadan qatnaydi. Ana shunday qilib topishganmiz-da. O'shanda qilib topishganmiz. Qanday desam, u yoq kelgandan keyin biz o'zimiz topganmiz, o'zi kelganda Chirchiqdan Olimpiya rezervga o'qishga kirishga. Futbolga deb kelib boksga o'tib ketgan. Толқын Қылышев sizді Аджимани жасатқан видеоны көрдім, кешік келген үшін. Яқке 30 марта. Олимпийский чемпион. Qayerda yursan? Senga отдельно qilib aytdim boya. Ол ko'p bo'ladi, u bir kimdirlar, bular o'zlari shunday repetitsiya qilgan nima yo'q. Bizda kim kech kelsa ajumani qiladi, unday narsa yo'q. Әлі күнге дейін солай. Har kungiday shunday. Men 2 дүркін Олимпиада чемпионымын. Unday narsa yo'q. 10 turkum Olimpiya chempioni bo'lmaysizmi? Шыбықпен ұрып дайындатады. Да, shunday. Тоже ренжімейсіз. Ренжімеймін. Давай. Приготовились. Бокс! Давай, Игорь! Tez bağa oldun. Sen ötüşün kerak lazımdan. Давай! Бахадүр бір рет қана
тойда болды. Ол өзінің үйлену тойы деген ақпарат рас па, өтірік па? Qanday? Басқа тойларға бармаған деп. Қыдырыс, той, туған күн. Yo'q, borganman. Qarindoshlar, yaqinlar to'y qilsa niyat qiladi, seni kel deb chaqirib niyat qilishadi. Endi baribir bormasangiz, visakamерный deb noto'g'ri tushunishi mumkin. O'shanday boramanda yarim soat 40 minut o'tiraman-da chiqib ketaman. Тағы бір ограничениялар болды ма? Соцсеттен кірмеу, Olimpiada payti. Olimpiadan кезінде. Вообще kirmadim. Кірмедім. Қанша уақыт кірмедің? 1 oy. 1 ай бойы, Қазақстандық боксшылармен кездесіп, ұтылып қалған кездер болды ғой, жас кезде. Содан осы деңгейге қалай көтерілдің? Құпиясы неде? Ол қазір енді ешкім ұта алмайтын деңгейге жеттің ғой, Бахадыр, иә. Yo'q, ешкім ұта алмайды emas. Ring ko'rsatadi, balkim kuchlari bor. Иә. Сонда да Allohga shukr, ne deydi? Odam o'zini o'zi psixolog o'ziga o'zida, odam o'zini yenga bilishi kerak. Olimpiadada yutqazdim deb to'xtab qolganim yo'q. Yana Rio de Janeyrodan keyin ko'proq mehnat qildim. Maqsad qo'ydim Olimpiadadan keyin albatta 2020 chempion bo'laman deb sel qo'ydim. Mana Xudoga shukr 2020 ham chempion bo'ldim, 2024 ham. Men o'ylayman Allohga shukr yaxshi natija ko'rsatdim boksga kelib. ендігі мақсат Professional. тоже белдік, чемпиондық белдік қоя. Қазақстандық боксшылармен қарым-қатынастарыңыз қалай? Былай рингтің сыртында. Yaxshi, biz Qozog'iston Uralbeklar, bari Nurbeklar ukalarim bo'ladi. Ular bilan yaxshi отношениyadaman. Ular meni ko'p chaqiradi, Qamshibek bilan. Bari qozoq sbornisini bolalari bilan yaqinda ham mana Shimkentga Atrovmi? Ne. Almatov baza bordik. Ular bizni mehmon qildi. Qamshibek 2-3 marta xonamga ovqatlar olib keldi. Qamshibek ham Toshkentga kelganda ancha birga aylanib Toshkentdan yaqaganmiz. Mana endi ne deydi? Havaskorda bir-birimizga raqib bo'ldik. Endi bo'ldi, hammasi havaskorda tugadi. Endi biz bir-birimizga nisbatan anaqa ichimizda hech narsa yo'q-da. Masalan, g'arazlik nima yo'q, unda ham menda ham bo'ldi. U raqibim emas endi menga. Endi u menga chista do'st. Qamshibek. Xudo xohlasa bordi keldi qilamiz. U O'zbekistonga keladi, men Qozog'istonga boraman. Shunday bo'lib, sportda do'st orttirasiz-da. O'shaning uchun men ko'proq shu qozog'istonlik bolalar bilan ko'p bilan do'stman. Иван Дичкомен көп шағылыстырып жатыр. Әлеуметтік желіде, ақпарат құралдары, өзіңіз ойыңыз қандай? Ivan Dich, men o'zim ko'rdim, qozoq saytlari chiqargan ekan, даже o'zim bilmayman u narsani. Menejerim ham bilmaydi, hech kim bilmaydi, shunaqa xabar chiqaryapti. Endi uni o'zini yo'li boshqa, meni o'zimni yo'lim boshqa. Men chempionlik, agar u chempion bo'lganda urushaman derdim. U chempion emas-ku, uni ham o'zini yo'li bor. Agar chempionskiga da'vogar bo'lib qoladigan bo'lsa, kamar uchun обязательно urushamiz. Жаттығуға оралдыңыз ба, әлде қазір демалыс па? Тойлап жүрсіз ба? Demolish aka, oilam bilan, semyam bilan birga demolyapman. Chunki ancha vaqt Olimpiadadan keyin dam olmadik. Chunki 4-5 yil shu Olimpiadaga tayyorlanadi. O'shandan keyin oilamiz bilan Азия ойындарынан кейін де тойладыңыз ба? Негізі осылай ұзақ тойлайсыздар ма, әлде бірден жаттығуға кірісесіздер ме? Азия ойындары болды Ханчжоуда. Одан кейін қанша пауза болды, демалыс? Ұзақ демаласыздар ма, үнемі? Азия o'yinlariga endi dam olish bo'lmadi почти. Olimpiada bo'ldi. Maqsad tez qana Parij ba? Faqat to'ka Parij bo'ldi menda. Dam olganim, hech qaysi yerdan keyin ham dam olganim yo'q. Ауызбіршілік қалай Өзбекстан құрамасының ішінде жігіттермен қарым-қатынастарыңыз? Жақсы. Bizda unday men endi starshiman, bularga kapitan komandaman. Bari aytganimni qiladi, bari hurmat qiladi, bir-birini hurmat qiladi. O'shanisi yaxshi. Birinchi o'rinda disiplina. Tartib, intizom, kattani hurmat qilish kerak, kichkinaga ham hurmatda bo'lish kerak. O'shanda natija bo'ladi. Bahodir, саған үлкен рахмет. Біздің де мақсатымыз келіп құттықтау. Парижде болдым, мен көрдім жеңісіңіз. Xush keldinglar. Сый құрметтеріңізге рахмет, осы күтіп жатқандарыңызға рахмет. Қазақстанға келіп жатсаңыздар, қош келдіңіздер. Бізде енді барлық қонақжайлығымызды көрсетіп, сый құрмет жасаймыз. Және өзің айтқандай, Қазақстан мен Өзбекстан арасында рингте ғана болсын, бәсекелестік. Оның сыртында осындай достық болсын, ынтымақтастық болсын, ауызбіршілік болсын. Екі елдің де боксы мықты, және бір-біріне осылай бірлескен жаттығу жасап көтере берейік деңгейде. Жаңа әлемде алда да әлем чемпионаттары бар, олимпиада бар, және өзің жаңа кәсіпқой бокстасың. Тек қана жеңіс тілейміз, сәттілік тілейміз. Рахмет. Рахмет. Сау болыңыз.
Bahodir қазір профессиональный бокс кеші болып жатыр, соған кетіп баратсыз ғой, Ya, professional kechagi boray. Saltoqroq Toshkent. 180 километр қашықтықта деді. Жақсы, Bahodir, рахмет. Сәттілік. Міне осындай достар, қысқа да болса нұсқа сұхбат болды деп ойлаймын. Максималды көпшіліктің көкейіндегі және өзімнің көкейіндегі сұрақтарды қоюға тырыстым. Міне Bahodir Jalolov екі дүркін Олимпиада чемпионы және әлем бокс тарихында болмаған рекордты жаңартқан жігіт осылай бізбен тілдесті, сұрақтарымызға жауап берді. Қарапайымдылығына, кішіпейілдігіне және осындай сый құрметіне әрине алғыс. Және алдағы уақытта да осы өзбекстандық боксшылар бар, айтулы, қазір әлемдік деңгейде өте жоғары нәтиже көрсетіп жүрген. Солардың да сұхбаттарын кезек-кезегімен сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Асат Ходжа, енді көргеніме қуаныштымын. Олимпиада кезінде болдық, жеңістеріңізге куәгер болдық, құттықтаймыз. Өте тамаша жетістік. Және енді Олимпиададан кейін қазір бір айға жетер-жетпес уақыт өтті. Қалдарыңыз қалай, не істеп жатсыздар? Залға оралдыңыз ба? Осыдан бастайық. Ассаламу алейкум. Олимпиададан кейін hozir damdamiz. Ozgina baribir, chunki 2 yil mana shu jahon chempionatidan keyin umuman jahon chempionatiga ham, keyin jahon chempionatidan keyin ham umuman bizda dam bo'lmadi. Chunki shu birinchi jahon chempionati, undan keyin olimpiada. Mana endi hozir sal o'zimizga pakoy berib, sal damdamiz. Xudo xolasa ertadan уже mashg'ulotlarni boshladim. O'zim yugurib turibman hozir faqat. Yugurib turasizmi? Faqat yugurib turibman. Shu hozir главный para spaniylardan hozir sal uzoqdamiz hozir. Damdamiz aka. Biroq neni uzbeysiz? OFP deydi, общий физический подготовка жасап turasizga, жүгіру, кросс, анау. Shunaqa. Париж қалай өтті енді? Қазір салқынғанды қорытындылайтын уақыт қой. Parij вообще zo'r bo'ldi, juda zo'r bo'ldi. Chunki biz bunga juda yaxshi tayyorgarlik ko'rdik, Xudoga shukr. Allohim o'zi bizga chiroyli qilib, xayrli qilib berdi. O'zi oson qildi, birinchi o'rinda. Zo'r bo'ldi. Turkistonдағы жаттығу жиынында болдың ғой, Yo'q, men Qozog'iston musobaqaga chiqmadim, hech qaysiga. Faqat Italiyaga bordim. Italiyaдағы lisenziyalik turnir. Italiyada bo'ldim, keyin Xabarovskda oxirgi. Lisenziyadan oldin Xabarovskda bo'ldim. O'zbekiston quramasi shu joqda bo'ldi ғой. Olimpiadadan oldin bo'ldi Xabarovsk. Көбі енді Aslanbek Шынбергеновпен өзіңнің жекпе-жегіңді күтті ғой. Оған өздеріңіздің бөлек тактикаларыңыз болды ма негізі? Дайындықтарыңыз, бірақ кездескен жоқсыздар ғой Олимпиадада. Бірақ іштей дайындық болды ма деймін ғой? Albatta. Endi Shimbergenov bilan o'zim ham xohlagandim. Nima deydi? Endi Olimpiadada ko'rishdi, to'qnashishdi ham. Afsuski u yutqizib qo'ydi. Nimaga? Kim edi? Iordaniyalikka. Eng basында ұшып кетті, ең басында. Endi bu boksda g'alaba ham, mag'lubiyat ham ikkalasi yonma-yon yuradi. Bir safar yutqizasiz, bir safar yutasiz. Shunaqada. Бұлай рингтің сыртында қарым-қатынастарыңыз жақсы ма? Мен бір WhatsApp-пен сөйлескен скриншот көрдім да. Aslanbek bilan yaxshi. Aslanbek bilan o'zi Olimpiya o'yinida Olimpiadadan keyin ko'rishdik. Mana hayotda yaxshi salom-alik qilamiz. Mendan yosh kattaroq. Men hurmat qilaman. O'zi har bitta nima raqibimni men hurmat qilaman. Hech kim deyarlikdan qaramayman. Yomon g'arazlik nimam yo'q qalbimda. Omad tiladi menga. Davay dedi, udachi dedi. Sen chempion bo'lishing kerak deb degandek qilib. Xullas. U birinchi кездесуден keyin qay kezdе u? Yutqizgandan keyin. Сәттілік тіледі өзіңе. Басқа кімдермен араласасың? Қазақстандық боксшылармен байланыс бар ма? Darxon bilan bor. Darxon bilan, yana kim? Почти bilan, nima Orolboy Aybeklar bilan, Mahmud Sadirxon o'shalar bilan yaxshimiz hammasi bilan. Ular hammasi bavurlar. Gaplashib, muomala qilib turamiz. Endi ko'rishganda faqat, endi Telegramda emas, endi ko'rishganda muomala yaxshi hammasi bilan. Aslanbekten басқа kimni қарсылас көресің өз салмағында? Бізде қазақстандық боксшылардың арасынан. Аман Қонысбеков деген жігіт келді ғой. Yaxshi ham. O'zbekiston chempionatida ishlaganman u bilan. O'zbekistonda bilесің ғой, ол жігіт танисың ғой. Айтып берсең, қандай жігіт, қандай характеристика айтасың ол туралы?
Yaxshi bo'ladi. Ja u bilan biz oldindan tanishmasmiz. Shu birinchi marta shu nimada ko'rganman. O'zbekiston chempionatida ko'rganman. Ha. Shu. Endi bu boks hamma narsa bo'ladi. Hech qanaqa nima deydi, nima yo'q. To'reхан Sabirxanlar tanimay chiqarsin, ya? Jас ballar bor. To'reхан Sabirxan, odan keyin Ablayxon Jusupov o'ralib o'tir deydi 71da. Ha, bilaman ularni ham. Taniyman. Olimpiadaga deyin, so'stin olimpiadadan keyin o'miring o'zgardimi? Albatta. Qanday ekan olimpiada chempioni bo'lgandan keyingi umr? Juda chiroyli, yaxshi. Albatta bo'ladi. Buni o'ziga yarasha mas'uliyati bor. Mas'uliyat bor ekan. Mashg'ullik ham qiyin, baribir. Oilangiz xursand, ota-onangiz xursand, hammasi zo'r, xudoga shukr. Sen birinchi oltinni olding qo'y, O'zbekiston quramasidan, Parijda, birinchi boksdan. Yo'q. Nima? Kim chiqdi birinchi? Hasanboy aka oldi. Hasanboy birinchi oldi, ikkinchi oldingda sen? Ha. Hasanboy aka, men, keyin Laz aka, Abdumalik Bahodir aka keyin ketdi. Finalдық жекпе-жекке шығарда кіммен сөйлестің? Кім сәттілік тілеген, мотивация берген деймін ғой, осы бапкерлер ма? Хасанбой сөйлесті ма одан кейін? Hammasi bilan so'rash. Masalan, Hasanboy yutgandan keyin o'zimiz yutganday bo'ldik musobaqani. Xursand bo'ldik. Medalini ko'rib, nasib qilsa bizga ham ancha. Mana. Zo'r bo'ldi. Ауызбіршілік қалай деймін ғой, команда ішінде өздерінің қарым-қатынастарыңыз қалай? Енді Хасанбой капитан, я, мысалы. Бір-біріңізбен қарым-қатынас. Bizga o'rgatadi Hasanboy aka, bunaqa, Bahodir aka. Hammamiz aqlmiz. To'lqin aka qalay? Nima? Qatang ba? To'lqin aka ustozimiz bizni shu o'zi kasalxonada bo'lsa ham, reanimatsiyada o'sha yerda to'xtada yotgan bo'lsa ham, menga telefon qilib To'lqin aka taktika berdi, bunaqa ishlaysan, unaqa qilasan, birinchi raundni olish kerak, bunaqa tushuntirib bizga podishka berdi. Ол ауруханада жатты ол кезде, жүрегі ауырып жатырды ғой. Shunaqa, operatsiyadan keyin bo'ldi. Оны сіздер қалай қабылдадыңыздар? Негізі енді ауыр жағдай ғой. Albatta, o'zimiz bu To'lqin akaning o'rni bilindi, musobaqani o'zida ham. O'zimiz To'lqin aka uchun ham bizni yana ham kuchliroq nastroy qilib chiqdik-da. To'lqin akani hali yo'qligini bildirmaslik uchun ham. Biroq u telefonмен байланысып o'tirdi. Albatta, aloqada chiqib hammani davay deb nastroy berib turdi. Assalomu alaykum. Gold medalist. Okay. Gut, lazım. Otur. Mamını chetroq qo'ying. Yana ikkitasidan ham ko'tarib kelmabsizlar-da medallarni. Student bilan gaplashamiz. Қазір енді профессиональный боксқа ауысу туралы ұсыныстар жоқ па? Bo'lib turibdi hozir, endi chiqib turibdi, endi xudo xolasa paka ko'ramiz endi. Hozir to'y hozir inshaalloh. Iya. Айтпақшы, Асатқожа үйленіп жатыр. Қазан айының ортасына қарай той болады екен. Құтты болсын. Рахмат. Әйтеуір ол кері әсер етпейтін шығар енді тренировкаға. Trenirovkalargami? Yo'q, уже boshlaganman trenirovkalarni. Uylangandan keyin deyim. Uylangandan keyin uylanish ta'sir qilmaydi. Trenirovkalarga. Сейітжамшит Жафаров деген жігіт бар ғой. Ол қайда жүр қазір? U o'sha yerda trenirovka Toshkent, Buxoroda. Ол әлі действующий спортсмен, да? Ол конкуренсиялар ма осы O'zbekiston chempionatida? Men hozir ko'ramiz endi, oldi yoki 71-67 ko'ramiz. Chunki meni vesim 71 ga zapasda, polniy. Finalga ham 67 bo'lib chiqdim, finalga ham. O Parijdami? Massаған. 67 bo'lib chiqdim. Men o'zi vesim manaqa ves. Просто meni olimpiada borligi uchun endi iloji yo'q, o'sha 71 ko'tardim-da. Chunki olimpiada medal bu har bitta sportchining orzusi. Nima bo'lishidan qat'iy nazar ham u ves yetmaydimi, boshqami, men unga umuman qaramadim, faqat shu maqsadim shu olimpiada edi, bo'ldi. Boshqa hech nimani yig'ishtirganman. Shu. Qarshilasining so'qqilari og'ir emas pa, salmog'i yengil bo'lganda? Конечно, bilinib turadi. Shuning uchun ham uraman qochaman. Уже ularga baribir farqi bor-da, raznica qiladi baribir. O'zbekistonning bokschilarning fizikasi mықты deydi. Fizikалық тұрғыда шаршамайды. Оның құпиясы неде? Сіздер қандай нагрузкаларды көп аласыздар? Ол енді секрет емес шығар. Shu hamma qator trenirovka qilamiz, bo'ldi. Hech qanaqa nima yo'q.
bir xil podgotovka, bir xil nima, boshqa hech bola nima yo'q. So'sin professional boksyorlar bilan birga daynolasizlar bir zalda, ya? Hozir professional endi ular ham Isroil akalar, Shahram akalar ora-orada kelib turishadi. Ular ham ko'p kelishmaydi, chunki ular Amerikada bo'lishadi. Asosan o'zimiz. Bizning yigitlar onda keldimi? So'nggi ret qachon keldi? UTS'lar bo'ldimi? Совместный birlashgan jadval o'yinlari. Biz bordik. Shu nimaga? Turkistonda. Turkistonda. Sen biroq bo'lmading deding ku. Ha, Turkistonda Zborda dedingizmi? Zbor, birlashgan Zborda bormadim men. Zborda chunki dam olayotgandim. Komandada жаңағы kubalik mamon bor ғой, Mr. Enrique deb aytasizlar. Ya, Оның funksiyasi o'sha bosh murabbiy ham To'lqin akaning nimasi? ko'makchisi. Ha, o'zi ko'makchisi, xuddi shunaqa. Butun komandaga qaraydi u. Butun komanda uchun ishlaydi ular, kubinslar. Shu. Endi orada masalan baribir menga ko'rsatma berib turadi, zadaniya berib turadi orada. Masalan, xatolarim to'g'rilab turadi, bo'ldi. Abdumalik aytadi жаңа men 2028 ga daynonalamын deydi Los-Anjelesga. O'zingda jоспар qanday? Onday настрой bormi? Xudo xolasa настрой zo'r. Xudo xolasa. Dukratniga borasizmi deymi? Xudo xolasa. Alloh nasib qilsa, hammasiga harakat qilamiz. Los-Anjeles 2028. Bu ham hozir o'zingiz ko'ryapsizlar, vaqt juda tez o'tyapti. Bu 4 yil ham tezda keladi. Birpas o'tib ketadi. Mana Tokio bo'ldi, mana Parij bo'ldi. Parij ham o'tib ketdi. Parij deyapmiz, Los-Anjeles deyapmiz. Los-Anjelesdan birpasda keladi. Ishki konkurensiya qalay O'zbekistonda? Qanaqa ishga? Shu 71. Biroq sen salmoq tushiruv mumkin, ya? Ko'ramiz endi. Paka hozir u narsani o'ylaganim yo'q, hozir ishdaman o'ylaganim yo'q, dam hozir. Bar boksdan ham sal uzoqlashish kerak. Har deb sport bo'lsa ham odam psixologik ham, fizik ham odam sal charchaydi-da baribir. Asadxo'ja, rahmat sizga. Sog' bo'linglar, charchamanglar. Toshkentga kelib, Qozog'iston eliga salom. Ya, rahmat. Toshkentga kelyaptir, ko'ryaptir, chaqirib, o'sha suy-hurmat ko'rsatayotganlaringizga rahmat. Suhbat beryaptir, kelishib yurasiz. Ondan biroz vaqtingiz, hozirda endi chorvalaringiz ko'p. Жаңа aytyapsiz, har turli o'zining chorvalari bor. So'g'an qaramasdan suhbat berib jatsizlar, suy-hurmat ko'rsatib jatsizlar. Endi bizning maqsad mana Qozog'iston boksin, O'zbekiston boksini ko'p solishtiradi bir-birimen. Alib qochpa angma ko'p. Ya, o'sning o'rtasida bir do'stlik bo'lsa, shu nimani do'stlikni ushlab turish kerak. Xolos, masalan, bizda Aslonbek bilan nima deydi? Bo'ydan keyin ko'p qozoqlar negativ fikrlar ko'p bo'ldi menga. Bu narsa umuman kerak emas. Chunki bu Xudoga ham xush kelmaydigan narsa-da. Masalan, bu sportda bugun yutadsan, ertaga yutqizasan. Hech kim kafolat bermaydi. Masalan, lideri Taysonlar ham yutqizgan, boshqa Muhammad Odir nima deydi? Muhammad Alilar ham yutqizgan. Aytmoqchimanki, Rojoslar ham yutqizgan. Bu boks, bu sport bu. Hech kim har doim bir xilda turmaydi. To'g'ri aytasiz. Masalan, bir kun hammani o'zining davri bo'ladi. O'sha davrda lider bo'ladi. Aytmoqchi bo'lganim hech qanaqa bunaqa kommentariy yozib, bunaqa qozoqlar bunaqa. O'shaning uchun har doim bir xilday bo'lish kerak. Nima deydi? Oddiy bo'lib yuraverish kerak. O'shaning uchun men o'zim aytardim, o'sha nima deydi? Negativ fikrlarga unaqa qilish kerak emas. Bizning maqsadimiz sol. O'sha ikki elning orasida og'izbirchilik bo'lsa, albatta. Kim maqta sol jengishga jetsa, ya'ni jengishni mo'yindov kerak. Mana hozir shu nima deydi? Shu nimadan keyin bo'ynaga men yutyapman. O'sha polniy qozoq barlar o'sha молодец, красавчик tuda-suda yozyapti. Endi aytmoqchimanki, bu noto'g'ri narsa-da. Yutqizgan paytda bunaqa deb ustidan kulib yoki negativ fikrlarni bildirishdi, to'g'rimi? Yutganingizdan keyin, молодец, bavrim, o'zbek qozoq bavr, bunaqa deyapti. U to'g'ri kelmaydigan narsa-da, bir-biriga tushmaydigan narsa. O'shaning uchun men o'zim shaxsan o'zim aytgan bo'lardim, bunaqa negativ fikrlarni hech qachon yozmaslik kerak, har doim birlikda turish kerak-da. Yaxshi, rahmat. Жаңа sport ne deydi? Beybichilik elchisi deymi? Oslay. Bizning maqsadimiz olsa, intimoqtasligimiz ajramasin, qo's el arasida og'izbirchilik bo'lsin, birlik bo'lsin. Sol birlik jengishga jetsin, unumi. Kim maqta aytib turmi, mo'yindov kerak, jengilganda da mo'yindov kerak. So'sin bir-birimizni qutlab, hurmat ko'rsatib, oslay siylasligimiz jarasaversin. Sаған ulkan rahmat. Alдағы aytib жатсың ғой, жоспарлар бар, сәттілік тілейміз. Тойың болып жатыр екен, құтты болсын деп айтамыз. Sağ bo'linglar. Және аман бол, және енді Қазақстанға келіп жатсаң, қош келдің, өзіміз күтіп аламыз, өзіміз барынша сый құрмет көрсетіп, сен сол жақта да бір бауырым бар деп есептесеңіз болады. Рахмет. Рахмат.